Hammaga salom do'stlar. Birinchi bo'lib DD mesajni boshlashdan oldin nimalar kerak bo'ladi bizga? Bugun shularni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. Birinchi bo'lib DD mesajni boshlashimizdanoq bizga ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Siz birinchi yasab ko'rasiz, qiziqsa shu sohaga ketib qolsangiz, qiziqib keyin yasab olasizlar. Men birinchi bo'lib birinchi eng osonlardan ko'rsataman hozir. Hali birinchi bo'lib DD mesaj aytganimizda bizga kerak bo'ladi. Siz qanaqa DD mesajingizga qarabda, agarda siz bunaqa DD mesaj yasamoqchi bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladi. Mana shunaqa qalin abadogimizdan shundan ekilgan bunaqa kley. Eng oson birinchi bo'lib yasaladigan nimani ko'rsataman. Mana shunaqa toshlar tagi tekis bo'lishi kerak. Mana shunaqa tagi tekis tosh bo'lishi kerak. Yoki bunaqami libol o'zingizga qarang birinchi. Lekin tagi tekisdan bo'lishi kerak. Agar bunaqa tagi nimasidan bo'lsa, bular bo'lmaydi. Keyin sizga kerak bo'ladi shunaqa metrajni tosh. Mana ham ko'p aslamam yo'q, lekin yo'qdan ko'ra bor. Mana shunaqa kerak. Qizil har xil rangi bor menda. Hozir ko'p aslamam tugadi. Primерно bir oydan beri turibroga bo'lganda, shuning uchun narsalarni hozircha shu ko'p ishlatib o'tganman. Mashabatakka mashu metrajni toshlar ketadi. Men sizlarga eng oson jadimani nimasini ko'rsatdim. Endi sal qiyinlashadi. Bizga kerak bo'ladi. Unda abadok. Masalan oq, sariq, har xil rangdagi abadoklar. Razmeri bir xil bo'ladi. Har xil. Yo'qlar mana shunaqa ingichka nima ham ishlaydi sizlarga. Uraman. Keyin mana shunaqa lux sim qalin. Bunda Julietta yasasalaring bo'ladi yoki qanaqadir smallardan nimalarmi ketaveradi. Bu abadoklardan mana shunaqa barglardan har xil yasasalaring bo'ladi. Masalan bunaqa kapalili abadok. Bunga kerak bo'ladi kapali abadok, kley. Keyin sizlarga любой xohlagan ranglaringizda tanlagan toshlaringdan kerak bo'ladi. Yoki bunaqami yoki bunaqa любойлari ketaveradi, tanlagan xohlagan o'zingizga yoqqan svetdan, yoqqan svetdan foydalanishlari mumkin. Metrajni kerak bo'lmaydi kapalisi. Buni xohishga ko'ra ideya qo'shib ketgan bo'ladi. Yokida shu kapaliga jam naqalar yoqmasa, yokida tagi tekislardan ham ishlatishlari mumkin. Agar yoqmasa, tomchili ham bor. Bunaqa ham rosa такой chiqadi. Shunaqa ham rosa ketadi. Mana shunaqa barg yoki bunaqalar. Har xil. Ikkitali barglar. Yana men qancha ishlatib olgan furnituralar bor. Shunaqalardan chiroyli detaylar yasashlar mumkin apparatda. Shular kerak bo'ladi. Bularga ham hammasiga tagi bunaqasi yoki tagi tekkan ketadi rosa. Keyin abadok yasab bo'lganlardan keyin albatta qani bunaqa metrajnoy lenta kerak bo'ladi. Akkuratni chiqishi uchun yasab bo'lganlardan keyin orqasiga akkuratni qilib yopishtirgani. Hamma oqdan sarig'idan qilib olishlar kerak. Keyin sizlar yana qanaqa dedimlar, bunaqa toshlar ham kerak bo'ladi. Bunaqa yoki bunaqami shunaqa. Sizlarga обязательно sim kerak bo'ladi. Simsiz ishlayam bitmaydi. Har xil 5li, 4li, 3li, 2li qilib o'tsa sarig'i bu 4li ekan. Bu oqi ham 4li ekan. Ko'pini ishlatganman lekin bu yangi ekan 5li. Bu 5li. Oq. Bu rangli. Shunga yasayotgan paytlarim birinchi men simdan boshlaganman-da. Shunaqalar ishlatiladi. Lekin sizlar tilla qo'sh yasayotgan bo'lsanglar, bunaqa rezinka oq, qorasi, sariq qilib olishlar mumkin. Keyin tilla qo'sh nimasidagi orqasida qattiq narsa bo'ladi-da. Bunga o'xshash qanaqadir qattiq nimasi bo'ladi-yu, shuni qattaligidan hisob olmayman, buklamasin deb qo'yib qo'ygandim buni. Allohga ko'rpaga, shu ko'rpamga qarab ko'rmkin. Nima qilaman? Shu mana shunaqa qattiq bo'ladi, tilla qo'sh orqasida. Shunisi kerak bo'ladi. Unga rezinka kerak bo'ladi. Masalan, deysizlar, anor tilla qo'sh qilyapsizlar deylik, kerak bo'ladi. Bunaqa. O'tqoya, keyin iloji bo'lsa rangini moslashtirishim kerak. Qizil metrajli tosh.
shunaqa kley, rezinka toshlar o'zlaring ideyallaringga qarab qo'shishlaring mumkin. Lekin oq tilla qo'shgan bunaqalar ham rosa ketadi. Agar siz ham shunaqa patli abadok yasamoqchi bo'lsangiz, shunaqa o'zingiz xohlagan rangdagi yoki-da shunaqa xohlagan fasondagi patlarni olib ishlatishingiz mumkin. Sizga kerak bo'ladi endi pat, xulson toshi, keyin kley, qaychi, sizga yana doimdek lenta kerak bo'ladi. Astag'firullah. Lenta kerak bo'ladi. Sim ham kerak bo'ladi. Agarda siz mana shunaqa to'rli abadok yasamoqchi bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladi to'r. Razmeri qalinligi o'zlaringizga moslab olasizlar. Bundan ham qalini bor, u yana ham cho'ziladi. Ba'zilari kichikroq. Bu kerak bo'ladi, bu kerak bo'ladi. Agar ustiga har xil bezak kerak bo'lsa, bu yana qanaqadir oq degan bunaqa. Lekin bezak yana oq tagi bor. Toshlar abadok degan. Alina qoch. Kerak bo'ladi. Xo'p. Menimcha hozir ko'rsatib beraman. Agar siz bunaqa yasamoqchi bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladi o'rtasiga katta munchoq, например, mana shuncha. Bu oqsim, abadok и metrajnoy tosh, любой rangdagi. Bozib tushsa. Siz agarda qanaqadir osilcha, qanaqadir nima yasamoqchi bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladi. Sizga kerak bo'ladi bunaqa oq tosh. Keyin sizga kerak bo'ladi yana. Qancha qattiq sekunda. Batang sizlarni beraman. Yana shunaqa oddiy nima? Ismi nima? Zanjir. Xo'p. Iloji boricha shuni olinglar, razmeri ham shunaqa bo'lsin. Razmerini bilaman, nechiga nechi. Xo'p, mana degan va shunaqa boshlab qo'yganman. Shunaqa taqada ham bor. Xo'p. Shunaqa. Agarda siz birinchi marta dedema yasayotgan bo'lsangiz, sizga tavsiya etaman, qaysilarni yasashni. Mana shu dedemalarni yasashni tavsiya etaman. Osonlari shu. Xo'p, men tavsiya etaman. Xo'p, bunga imminda mana shu abadok ko'rsatganim. Birinchi martasi osoni shuda. Osondan sekin qiylashib ketsangiz yaxshiroq bo'ladi. Mana shu abadok, kley, sizga kerak bo'ladi metrajnoy tosh. Oqa. Siz rangni o'zgartirishingiz mumkin, lekin ko'proq oq mos keladi. Oq metrajnoy tosh. Keyin xohishga ko'ra tagi tekis, imminda mana shu tagi tekis toshlarimizdan. Любойni bemalol, любой rangini tanlab qilishingiz mumkin. Atmosferaga ahamiyat bermaysizlar, bu menimcha shunaqa sur, bez bo'lib ketgan bu. Xo'p, agar siz shunaqa dedema yasamoqchi bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladi mana shunaqa основаdan ikkita kerak bo'ladi. Hozir bittasini qarab o'tirganman. Вот bitta abadok, kley, metrajnoy tosh, keyin tagi tekis ham qish ham tushib ketaveradi. Вот shunaqa tosh. Любойni tanlayverasizlar. Вот masalan deyman, yashil tanladim. Вот. Keyin orqasiga от души bitta lenta. Shular kerak bo'ladi xolos. Ko'rmayapti ekanman holda. Вот mana shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Bo'ldi. Bu dedemaga esa metrajnoy tosh xohishga ko'ra barg. Agarda siz bunaqa dedema yasamoqchi bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladi обязательно sim, shunaqa asnava, abadok, kley, lenta akkuratni chiqishi uchun и любой rangdagi любой tosh. Shunaqa. Mana anchadan beri so'rashadi o'zi. Birinchi dedema yasash boshlaganda nimalarga e'tibor berish kerak, qanday asnavalar kerak bo'ladi, bularda video qilib chiqaring deb nima so'rashgan. Agarda sizga yana qanaqadir biron haqida ma'lumot qisqacha qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Iloji boricha o'zim qo'limdan kelgancha bilganimcha men sizlarga u haqida ma'lumot aytaman, ko'rsatib beraman. Video yoqqan bo'lsa, like, подписка, колокольчик bosishni unutmanglar. Men sizlarga iloji boricha vaqtimni ajratib bilganimcha qo'limdan kelgancha video olib ko'rsatdim.